Samarqand shahar Dashkoniyada 3,5 sotuvlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Nabrotni zo'r qilib qurganlar hovlchani. Tashqari tomonda zelena zonalari mavjud. Kirganimizda katta ayvon, letniy tualet va u yoqda letniy kuxnya bo'lgan. 3 urindan iborat, tagi полностью podval. Hozir bir videosini qilib boraman. Xo'p, birinchi qavat, ikkinchi qavat. Общий жилое 300 kvadrat bo'lyapti. Podvalga tushishimizga kotelna xonasi va gipsokardon bilan xonachalarga bo'lgan. Xonachalar qilingan, gipsokardon bilan bo'lingan. Bu polnasi bo'ladi. 100 kvadrat, har bitta qavati. Podvalda basseyn plus o'zining saunasi ham mavjud. Saunasi va dush. Kirish qismida shundoq kirganimizda katta hol bo'lyapti. Bu yerda bitta katta mehmonxona. Pollari polностью parket bo'lgan. Vaqtida klinika bo'lib ishlagan. Bu yerda bitta xonasi kamilla qilingan. Va bu yerda 4 ta sanuzallar. Har bitta qavati 100 kvadrat. Endi ikkinchi qavatni ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatimiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda katta hol bo'lyapti. Общий sanuzel va 3 ta yotoqxona ichida sanuzel bilan. Ko'rishingiz mumkin. Barcha mebel pollari chista qo'l mehnati, parket, buni biladigan biladi. Yana balkon mavjud. Katta yotoqxona, bu yerda ham balkon, hovliga qarayapti. Ichida sanuzel ham mavjud. Polностью o'zingiz dedingizga mos qilib 6 ta xona bo'lyapti. Remontcha qilib, chiroyli qilib nima qilsangiz bo'ladi. Bu hovli Samarqand shahar Dashkonida joylashgan 3,5 sotuq 6 xonadan iborat. Kimda-kim mana shunaqa hovlichalarni niyat qilgan bo'lsa, olib bitta o'zi uchun zo'r ta'mirlab, nima qilib yashasa, lokatsiya juda ham zo'r, kadastr suvida muammo yo'q, kadastr hujjatlari bor. Srochni sotilyapti. Narxi juda ham arzon, 3,5 sotuq, sentrda, markazda 260 ming avtomobil bo'lyapti. Yana savdosi bor. To'liq ma'lumotni pastda nomorga qoldiraman. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosishni esdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.